Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz oliygohimiz bilan birgalikda o'zimizning ilmiy podkast loyihamizga qo'l urdik. Ilk mehmonimiz siyosiy fanlar doktori, ijtimoiy va siyosiy fanlar instituti, xalqaro munosabatlar yo'nalishi professori, O'zbekistondagi mashhur siyosiy tahlilchilardan biri Farhod Tolipov. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Rahmat. Ustoz, birinchi beradigan savolim YouTube sahifasida yoki bo'lmasam umuman olganda ko'pchilik kuzatuvchilar sizni tanishadi, lekin shunday bo'lishidan qat'iy nazar o'zingizni qisqacha tanishtirishingizni, ilmiy va pedagogik faoliyatingiz haqida qisqacha ma'lumot berib ketishingizni so'raymiz. Xo'p, men bu siyosatshunoslik degan sohada va siyosatshunoslikning bir tarmog'i bo'lmish xalqaro munosabatlar tadqiqotlari yo'nalishida 30 yildan ham hattoki ko'proq davr ichida faoliyat yurgizyapman. Ilmiy izlanishlarim bilan, darslarni berib universitetlarda pedagogik faoliyatim bilan va hokazo. Bu tajriba menga juda ham katta foyda beryapti. Nimagaki bu qisqa tajriba emas, bu juda katta tajriba. Mustaqilligimizning dastlabki davrlaridan boshlab, ya'ni 1990-yillarning boshidan boshlab mana shu sohaga kirib birinchilar qatorida deyishim mumkin. O'zbekistonda politologiya sohasida boshlaganman o'zimni ilmiy ishlarimni va mana 30 yildan oshibdiki, 33 yil desak ham bo'ladi. Bir asrning 3dan 1 qismi desak ham bo'ladi. Ana shu davr ichida biz o'zim shaxsan ancha shu siyosatshunoslik fanini rivojlanishiga hissa qo'shib kelishga harakat qildim va agarda qisqa bir shu bo'lishsam shu ma'lumot yoki tajribam bilan aytishim mumkin, bu sohada bir tomondan o'zimizni O'zbekistonda bir qator universitetlarda dars berib keldim va xususan mana nufuzli universitet deb sanalgan Jahon iqtisodiy va diplomatiya universitetida 11 yil dars berdim va o'sha yerda o'zimni doktorlik dissertatsiyamni yoqladim. Milliy universitetimizda, O'zbekiston Milliy universitetida siyosatshunoslik kafedrasi bor. U yerda ancha yil ishlab, sharqshunoslik universitetida dars berib keldim va bundan tashqari parallel ravishda boshqa tajribam ham ancha rivojlanib kuchayib keldi. G'ururlanib aytishim mumkin, men hattoki Amerikada, mana shu AQShda eng nufuzli deb sanalgan, dunyoda eng kuchli nufuzli deb sanalgan Garvard universitetida ham bir necha vaqt tahsil oldim desak ham bo'ladi, ya'ni tajriba orttirdim, ilmiy ish qilib o'sha yerda bir semestr vaqt o'tkazdim. Bundan tashqari Amerika Qo'shma Shtatlarida Georgia degan universitetda hattoki mehmon professor, ya'ni ularda shu guest professor deb, visiting professor deyiladi, dars berdim Amerika talabalariga. Bu uchun bu mana shu faoliyat ham mana katta tajriba bo'ldi o'zim uchun. Ya'ni ilk bor hayotimda birinchi marta Amerika talabalariga dars berdim. Bundan tashqari ham bir qator Yevropa universitetlarida, Turkiyada xususan universitetlarda ham dars berish omadi bo'ldi menda va shunday imkoniyatlarga muyassar bo'ldim. Bu ham menga katta tajriba bo'ldi. Har safar mana shu tajribalardan, mana shu universitetlardan, xorijlardan o'zimiz ham universitetlarga, O'zbekistonga ko'p kitoblar va jurnallar olib kelib, bizda masalan noyob deb sanalgan manbalarni olib kelib, bu ham ancha qo'l keldi, ham o'zimni mana shu yangi fanlarni rivojlantirishda, o'zimni shaxsiy ilmiy faoliyatimda va tadqiqotlarimda va dars berishlarda universitetlarga ham olib keldik ancha kitoblarni, jurnallarni, ilmiy ilg'or universitetlarda, sentrlarda, markazlarda chop etilgan ilmiy manbalarni va hanuzgacha ularni ishlatib kelyapman. Va nihoyat hozir biz yangi davrda xususiy universitetlar, mana qancha universitetlar paydo bo'ldi va shu xususiy universitetlarda ham mana dars berib kelish imkoniyati bo'lib, bu ham bir katta tajriba bo'ldi. Men hattoki mana shu katta tajribam bilan davlat universiteti nima-yu, xorijiy universitet nima va o'zimizda endi xususiy deb atalgan mana shunaqa maqomdagi universitetlar nima deb qiyoslashim mumkin bo'lib, juda antiqa tajriba bo'ldi. Ham davlat universiteti, ham xususiy universitet, ham xorijiy universitetlar bilan hammasini jamlab, albatta ham o'quv bir dasturlarni, silabuslarni tuzishda, ilmiy rahbarlik qilishda, yosh mana shu aspirantlarimizga, yosh olimlarimizga, talabalarga dars berishda va o'zimni ilmiy
faoliyatimni davom ettirishda, tadqiqotlarimda juda ham qo'l kelyapti mana shu katta tajriba. Va nihoyat qisqacha agarda o'zimni yana to'g'rimda gapirsam, O'zbekistonda birinchi deb aytishim mumkin, bir g'ururlanib desam ham bo'ladi, birinchi bir mustaqil nodavlat ilmiy muassasani tuzishga muyassar bo'ldim ancha yil oldin. Uning nomi Bilim Karvoni. Bilim Karvoni nodavlat ilmiy muassasa. Bu muassasani o'zim tuzib, o'zim unga rahbarlik qilib kelyapman. O'zbekistonda bu markaz mana shu yillar davomida ancha tanildi. O'zining tahliliy ishlari bilan, jamoat ishlarida qatnashishi bilan. Keyinchalik kimki qiziqsa, albatta o'zimizning markazimizning saytini ham ko'rsatishi mumkin. O'shandan ham bizning faoliyatimiz to'g'risida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishadi. Mana shunday ko'p bir nima deymiz, tarmoqli desam ham bo'ladi, o'zimning faoliyatimda tajriba orttirib keldim. Rahmat ustoz. Hozir aytdingiz, O'zbekistonda, ya'ni O'zbekistonni tajribasi bilan xorijiy tajribani qiyoslaganimizda fan dasturlari, silabuslar yoki bo'lmasam O'zbekistonni o'zida ham, mana xususan o'zimizning universitetimizda ham tanlov fanlari, shunga o'xshaydigan nima deydi, narsalar bor va bularning ko'pchiligi menimcha akademik erkinlik atamasi bilan uzviy bog'liq. O'zbekiston kontekstida academic freedom deyiladi. Endi ingliz tilida, O'zbekiston kontekstida aynan o'zbek tilida akademik erkinlik nima ekanligi to'g'risidagi mana shunday ilmiy nima desak bo'ladi, ilmiy manbalar juda ham kam. Hozir meni qiziqtirgan bitta savol, aynan akademik erkinlik tushunchasi nima? O'zbekistonda akademik erkinlik tushunchasini qanchalik darajada to'g'ri tushunyapmiz biz? Shu haqida ham qisqacha gapirib o'tib ketsangiz. Mana qizig'i shuki, o'zim bir nechta universitetlarda dars berib, ilmiy ishlarni qilib, xorijda bo'ladimi, O'zbekistonda bo'ladimi, ta'lim sohasi bizda qanday rivojlanayotganligini ham kuzatib kelishga muyassar bo'ldim. Mana shu 30 yildan ortiq tajribam ko'rsatyaptiki, bizning ta'lim sistemamiz mana qanday rivojlanyapti, qanday yutuqlarimiz bor, qanday muammolar to'planib keldi deb ham hattoki mana shu xulosa qilishim mumkin. Boz ustiga mana hozir O'zbekistonda haligi men bir nechta universitetlarni maqomini solishtirdim. Men bittasini aytishga unutibman. Xorijiy universitetlarning vakolatxonalari, ya'ni filiallari ochilgan. Bizda bir nechta davlatlarning universitetlarining filiallari ochilgan bo'lib, ularni ham solishtirishimiz mumkin. Xususan, o'zim shaxsan parallel ravishda mana shunaqa bitta universitetda dars beraman. Bu Amerikaning Webster universiteti. Ochilishidan birinchi kundan beri shu yerda dars berib kelib, mana u yerda qanday qo'yilgan darslar, ya'ni Amerikada qanday talablar qo'yilgan, dars berishda, silabuslarni tuzishda, metodikasida, uslubiyatida va hokazo, umumiy muhit, shu Webster universitetiga umumiy muhit, talabalarga yaratilgan va domlalarga yaratilgan umumiy muhitni solishtirib agarda gapirsam, haqiqatan ham farq jiddiy va Webster, xususan Webster universitetdan tajriba orttirsa bo'ladigan, ancha o'rgansa, saboq olsa bo'ladigan holatlar ham bor. Men o'zim kuzatuvimda mana hozir ayniqsa pedagog, olim, domla universitetda professor bo'lib ishlagan domla bo'lib, muhim bir masala ustida o'zim ham ancha bir qiziqib, kuzatib, tahlil qilib kelyapman. U ham bo'lsa hali aytganingizdek akademik erkinlik, academic freedom. Mana masalan Webster universitetini olaylik. Academic freedom, akademik erkinlik g'arb universitetlarida, xususan mana shu Webster universitetida juda muhim tushuncha. Hali men o'ylashimcha, bizning universitetlarimizda bu tushuncha to'g'risida yaxshi tasavvurga ega emas. Bizdagi mutaxassislar, olimlar, o'qituvchilar va talabalar. Bu murakkab tushuncha. Buni men juda uzoq gapirishim mumkin, hattoki men bir katta maqolani ham yozib, hozir jurnalda chop etilishini kutyapman. Bu tushuncha ba'zan noto'g'ri tushunilib, bu demak hamma erkinda talabalar-yu domlalar xohlaganini, bilganini gapirib degani bu juda sodda, juda yuzaki, palapartish qo'yilgan savol bo'ladi. Unday emas. Akademik deb bekor etilmagan, bu erkinlik emas, bu akademik erkinlik. Bo'lganligi uchun ham uning akademik jihati albatta o'lchami mavjud. Xususan agarda juda uzoq gapirmasam, xususan akademik erkinlik deganda quyidagi bir 4 ta 5 ta xususiyatlar bilan belgilanadi akademik freedom, akademik erkinlik. Birinchisi bu talabalarni o'zini ilmiy yoki shu bakalavr ishlarini ustida ishlashayotganda yoki topshiriq berilganda, uy topshirig'i bo'ladimi, unga tayyorlanib keyin ertasi kuni javob berishda o'zini mana shu berilgan mavzu bo'yicha
fikrini, shaxsiy fikrini erkin tarzda, kerak bo'lsa tanqidiy tarzda izhor etish huquqi. Ikkinchisi, ko'pincha ilmiy ishlarni olib borishda aspirantlar, mana yosh olimlar o'ziga ilmiy rahbarni kimgadir murojaat qilib tanlash kerak bo'ladi albatta, supervisorni. Ko'pincha bizning universitetlarimizda mana shu masalada oqsoqlik bor, ilmiy rahbarni tanlashda. Ilmiy rahbarni tanlashda ham aspirant, shu bo'lajak shu ilmiy ishni qilayotgan yosh olim o'zi erkin kimni tanlashda. Ko'pincha bizning universitetlarda o'zimizdan universitetlarning domlalarining orasidan tanlagan degan yozilmagan qoidalar ishlab qoladi. Vaholanki talabani o'zi erkin o'ziga ilmiy rahbar tanlashda. Hech qaysi ilmiy rahbar o'z navbatida va universitet va boshqa nima sistema, ta'lim sistemamiz talabaga yoki yosh aspirantga qaysi adabiyotdan foydalanish kerak ekanligini majburlamasligi kerak. Bu ham akademik erkinlikka kiradi. Ya'ni qaysi adabiyotdan men foydalanaman, qaysi manbalardan foydalanaman, qaysi metodika bilan, uslubiyat bilan o'zimni tadqiqotimni olib boraman, bu o'zimga havola. Hech kim menga majburan mana bu manbadan foydalan, mana buni sitata qil, buni nima qil ishlatgin, mana kitobni yoki manbani demasligi kerak. Men o'zim buni tanlashim kerak va oxiri himoya qilaman. Mana shu o'zimni tanlovimni, mavzuyimni va hokazo. Bu asosiy makro talablar deymiz. Undan tashqari yana har kungi hayot, ya'ni ta'lim sistemasida qanday ta'lim sohasi tashkil etilgan, o'quv ishlari qanday tashkil etilgan deganda ham o'ziga yarasha mikro darajada deymiz, har kungi hayotga taalluqli bo'lgan talablar ham bor. Ular ham akademik erkinlikka taalluqli. Ya'ni xususan mana oliylik hozir bahsli bo'lyapti. Bunga men aniq javobga ega emasman, chunki men xorijiy universitetlarga universitetlardagi hamkasblar bilan muhokama qildim bu masalani. Almashdik, xat qilib fikr almashdik. Xususan mana bu masalaga e'tibor bering. Oldin bizni universitetlarimizda bunday amaliyot bo'lmasdi, bunday tajriba bo'lmasdi, lekin o'qidik, oliy ta'limli bo'ldik. Masalan, koridorlarda yoki katta-katta dars berish zallarida video kameralar qo'yilgan. Shartmikan video kameralar? U qo'yilganligini ko'rib, talaba-yu domla o'zini qandaydir bir noxush yoki noqulay xilof qilmasmikan, stressda bo'lib, qanday gapirishni keyin o'ylab deganda o'zini o'zi cheklab qo'yish. Shu albatta domla-ku tajribaga ega, talaba-ku tajribasiz. U ham o'zini qandaydir bir siquvga tushib qolgandek bo'lib, noqulay his qilib qolib, qanday gapirishni bilmay deganday qilib holatga tushib qolmasmikan, ruhiy, psixologik holat deyiladi. Shuning uchun bu hozircha bahsli savol, kerakmikan bunday kameralarni qo'yish yoki yo'qmi? Bu ham akademik erkinlikka tegishli bevosita. Yana bir jiddiy muammo, buni ham hali biz keng jamoatchilik orasida domlalaru, talabalaru va rasmiy vazirliklar tomonidan muhokama qiladigan masala hali ochiq savol turibdi. Bu nechog'li xususiy universitetlar haqiqatan ham xususiy. Qaysi ma'noda aytyapman? Ko'pincha mana o'zim xususiy universitetlarda necha yildan beri ishlab kelib kuzatayotganim, mani kuzatuvlarim shuki, Oliy ta'lim vazirligi tomonidan xuddi bu universitet xususiy emasdi, o'sha davlat universiteti bo'lganidek, o'zini qandaydir farmoyishlari bilan, qarorlari bilan, buyruqlari bilan mamlakatda bir aytaylik aralashadi. Ya'ni xususiy hayotga aralashadi deganga o'xshagan holatlar bor. Ya'ni buni ham isloh qilish kerak. Men mana shu qanday buyruqlar kelyapti yuqoridan deylik, Oliy ta'lim vazirligidan, nima qilish kerak, qanday dasturlar tuzish kerak va hokazo. Imtihonlarga qanday talab qo'yilyapti, oralig'u yakuniy nazoratlar deymiz, qanday qo'yilyapti deb kuzatsam, yana o'sha savol, ya'ni qiyosiy tahlil. Webster universitetida masalan bunday talablar yo'q. Ya'ni xususiy universitetlarga yoki davlat universitetlarga Oliy ta'lim vazirligida tomonidan tushayotgan buyruqlar va qandaydir farmoyishlar, yo'l yo'riqlar Webster universitetiga kelmayapti. Webster universiteti o'zining hayoti bilan yashayapti, demoqchiman, liberalroq hayoti bilan yashayapti va eng qizig'i Webster universiteti doirasida darajasida hamma jarayon, butun jarayon eng quyi darajadan rahbariyatgacha raqamlashtirilgan. Ya'ni qog'ozbozlik yo'q, qog'oz hech qanaqa topshiriq bo'ladimi yoki nima deymiz, imtihonlar bo'ladimi, daftarlarda yozishga o'xshagan bizani universitetlarda umuman yo'q. Hammasi platformada, hammasi juda ham mukammal ishlab chiqilgan. Umuman bitta qog'ozni kichkina bo'lagi ham ishlatilmaydi, hammasi raqamlashtirilgan. Hali bizni universitetlarda bunga yetib borishga hali ancha vaqt bor. Hanuzgacha hali mana shunaqa qog'ozda ishlatish yoki va hokazo shunday bir byurokratik elementlar yo'q emas.
bu ham akademik erkinlikka taalluqli bo'lgan. Ko'rib turibsizki, mikro darajada, ya'ni har kungi hayotdan boshlab to strategik yoki konseptual darajasigacha savollar ko'p. Akademik erkinlik ustida hozir biz konferensiyalar o'tkazishimiz kerak. Keng mana shu jamoatchilik yoki universitetlar doirasida, universitetlar aro desak ham bo'ladi, muloqot o'rnatgan holda akademik erkinlikni O'zbekiston sharoitida qanday o'rnatishimiz kerak deb uning talablari, unsurlari nimadan iborat bo'lgan degan mavzuda katta muhokamalarni boshlashimiz kerak. Buni vaqti keldi. Fikrlaringizga qo'shilaman. O'zim ham talaba bo'lgan vaqtlarimda xuddi shunday nima desak bo'ladi, tajriba, experience boshimdan o'tkazganman. O'zimizni kafedramizdan o'qituvchi tanlasangiz yaxshiroq, keyin ma'lum bir o'sha kafedra o'qituvchilar tomonidan yozilgan ilmiy manbalarni berishadi. Mana shu manbalardan foydalansangiz, endi bularni bilamiz, bilsangiz agar mana hash indeks shunga o'xshaydigan narsalarni ko'tarilishi uchun sun'iy holatda iqtiboslar keltirish, ularni o'sha yozayotgan ilmiy ishingizga reference, ya'ni qo'shimcha adabiyot sifatida kiritish, bunaqa narsalar juda ham ko'p. Lekin O'zbekiston niqasida kontekstida bitta narsani aytishim kerakki, yaqinda bitta yangilik o'qib qoldim ustoz. O'zbekistonda hozir shunday bir islohot joriy etilayotgan ekan. O'sha O'zbekistonning nufuzli universitetlarida o'qitilayotgan fanlar xorijning nufuzli universitetda o'qitilayotgan fanlar bilan qiyoslanyapti. Ya'ni bir-biriga yaqin bo'lgan fanlarni o'qitish amaliyoti joriy qilinayotgan ekan. Bu esa masalan O'zbekistonlik talaba yoki bo'lmasam chet eldagi talabani almashinuv dasturi amalga oshirilayotgan paytda fanlardagi farqlarni ko'paymasligi uchun amalga oshirilayotgan shunday bir amaliyot bor ekan. Shu to'g'risida menda o'zim ham fikrim bor. Yana o'sha Webster universiteti. O'zim o'sha yerda bir necha yil ishlayotganim uchun bizga boshidan, ayniqsa mana yangi kelgan domlalarni ular taklif qilganda, mana ham o'sha 19-yil ochilganda men taklif qilishganda haligi yo'l-yo'riqlar, rahbariyat, rektor yo'l-yo'riqlar ko'rsatadi, qanday bizda sharoit, qanday talablar bor degan o'xshagan bir maslahatlar beradi, instruksiyalar deymiz. Har bir yangi kelgan domlaga ham mana shunday bir yo'l-yo'riqlar berilib, aytiladiki, siz o'zingiz syllabusingizni tuzganingizda, qaysi fanni o'qityapsiz, ana shu fan bo'yicha syllabusni tuzganingizda, dasturingizni tuzganingizda qanday manbalarni kiritish, qanday mavzularni kiritish deganda mamlakat degan iborani ishlatishadi. Master of your science. Siz o'zingizni faningizni xo'jayinisiz deb aytishadi. Ya'ni biz sizga faqatgina boshqa universitetlar, o'zimizning universitetlardagi boshqa o'sha domlalarni shu fani bo'yicha berayotgan darslarda tuzilgan syllabuslarni faqatgina ko'rsatamiz. Mana qarang, kerak bo'lsa shulardan o'rganing, shularni o'xshagan bir kopiyalarni oling deb mana shunday tuzing, xohlasangiz o'zingiz tomoningizdan qo'shingda, siz o'zingizni faningizni xo'jayini o'zingizsiz deya mana shunday akademik erkinlik yaratilgan. Men demak o'zimni ijodiy bir yondoshgan holda o'zim metodikamni qanday men ko'raman bu fanimni. Masalan, xalqaro munosabatlar nazariyasi deylik, qanday adabiyotlarni qo'shib qo'yaman, studentlarga qanday buni men taqdim etaman, qaysi mavzudan keyin nima mavzu kelish kerak, o'zim xo'jayin ekanman. Ko'rdingiz, mana shunday erkinlik ham bor ekan. Bundan ham o'rgansak bo'ladi demoqchiman-da. Bir faqatgina nusxa olib birga bir kopiya qilmasdan bunga ijodiy yondashish kerak, chunki bizdachi bu fizika yoki matematika yoki aniq fan emas. Bu ijtimoiy fan deb aytiladi. Ya'ni qaysidir ma'noda buni diskussion fan deb aytsak bo'ladi. Bu yerda fikr nima deymiz, mulohazalar bilan to'la bo'lgan fan. Qaysidir bir g'oyaga kimdir qo'shiladi, kimdir qo'shilmaydi, bir narsani isboti bor, isboti yo'q, hali bo'tza darajada turibdi deb bir qolipga solib qo'yish bilimni qiyin. Shuning uchun ham bu doim interaktiv tarzda, diskussiyalar tarzda davom etadigan soha bo'lganligi uchun ham bir qolipga solib qo'yish qiyin bo'ladi. Pluralistik jihatdan qarash kerak. Interaktiv, shuning uchun ham akademik erkinlik degan tushuncha hozir juda ham dolzarb bo'lyapti bizda. Tomoshabinlarga aytib o'tib ketishimiz kerak. Aynan bizning universitetimizda akademik erkinligingiz ta'minlanadi deb aytishimiz mumkin. Chunki Ijtimoiy va siyosiy fanlar institutida ustoz siz bilan birgalikda o'zimiz xalqaro munosabatlar yo'nalishida bir qancha boshqa universitetlarda o'qitilmagan yangi desak bo'ladi, tanlov fanlarini ko'rib chiqqanmiz. Masalan, Markaziy Osiyoda mintaqaviy munosabatlar, rivojlanayotgan davlatlar siyosati, hozirgi kunda masalan ekologik muammolar juda ham nima deydi, asosiy planga chiqib qolgani uchun global ekologiya, sanoat inqilobi kabi yangi tanlov fanlarini joriy qildik. Menimcha bular ham
o'sha universitetni akademik erkinligidan dalolat beradi va talabalar hozirgi kunda universitetimizda o'zlari xohlab mana shu tanlov fanlarini tanlab o'qishyapti. Bu juda muhim, juda foydali. Men hattoki mana yana Webster universitetidan bir tajribasidan tajribam bilan bo'lishgan holda bir quyidagi bir nimaga urg'u bergan bo'lardim, masalalarga kiritilyapti, lekin hali bu bir jiddiy bir ilg'or universitetlar darajasida bo'lganidek hali kiritilmagan tanlov deymiz. Tanlov fanlar, ya'ni talabalar haqiqatan mana Websterda mani tanlashadimi, boshqa hamkasbimni tanlashadimi, boshqa domlarni tanlashadimi, ularning o'ziga havola bo'lib, o'sha o'zini qanchalik bu domlarni yaxshi biladi, uning obro'siga qarab deymizmi, tajribasiga qarab, ular hattoki talabalar bir-biri bilan o'zlari bilan maslahatlashadi. Masalan, meni kursimni o'tgan yili olib bo'lgan talaba mani to'g'rimda nima deyishi mumkin deb boshqa talabaga fikrini bildiradi. U ham keyin ha mana bu talabani bu domlarni darsiga kiraman deb meni tanlab, meni fanimni tanlashadi kabi mana shunday jonli bir muhit yaratilishi kerak. Buning uchun rostdan ham birinchidan qanchalik har bir domla o'zini tanlov fanini taqdim etishi mumkinki, talaba tanlasin uni. Mani emas, uni emas, mani tanlasin deydigan mana shunaqa bir kerak bo'lsa raqobat, domlalar orasidagi raqobat sharoiti muhiti yaratilishi kerak. Webster universiteti va shunday qo'yilgan va o'ylardimki, juda ham foydali bo'lardi. O'zimizda ham mana shunday nima deymiz, amaliyot kiritilsa va shuni hozir menimcha ustida ish olib borilyapti. Talabalar o'zini o'tgan qaysi bir fandan bo'yicha shu fanni o'qitgan domlani bahosini berishadi. Ya'ni yil tugadi, akademik yil tugagandan keyin muayyan mezonlarga ko'ra, bu mezonlar oldindan tuzilgan, masalan Webster universiteti 10 ta mezonlar bo'yicha 1 dan 10 gacha bo'lgan baholarni qo'ygan holda 10 ta mezon va har bir mezonga 10 tadan 1 dan 10 gacha bo'lgan baho demoqchiman. Qo'ygan holda muayyan mana shu konkret domlani imijini yaratadi. O'zini masalan tasavvuridan va hissiyotlaridan va nima deymiz, qanchalik qoniqdi shu domlarni darslardan degan holda, shundan kelib chiqqan holda baho qo'yib beradi. Masalan, mezonlardan bittasini eslatib, tushunarli bo'lishligi uchun qanchalik bu domla yetarli manbalarni maslahat qilib, mana bu kitoblarni o'qinglar deb maslahat beryapti. Qanchalik o'zini dars olib borishda tili to'g'ri qo'yilgandek, masalan biz bu yerda ingliz tilida o'qiymiz deb darsini. Qanchalik ingliz tilida to'g'ri tushuntirib beryapti, o'zining shu ingliz tili sifatli, yuqori darajada deb yetkazib beryapti materialni. Bu ikki. Qanchalik talaba bilan bevosita yuzma-yuz muloqotga kira oladi yoki faqatgina quruqqina keldi-da, dars berdi, ketaverdi emasdi, interaktiv tarzda muloqot qila olyapti. Jiddiy savol bersa, talaba u savoldan domla qochmayapti-da, javob bera olyapti. Kabi mana shunday mezonlar qo'yilgan. Yilning oxirida keyin mana shu agarda meni guruhimda 25 ta talaba bo'lsa, har biri mana shunday tablitsaga qarab to'ldirib baho qo'ygan holda oxiri sistemani o'zi menga o'rta bahoyimni chiqazib beradi. Mana keyin shunday shu orqali domlani imiji yaratiladi. Va keyingi talabalar tanlov bo'layotganda qaysi fanni tanlasammikin, qaysi domlarni tanlashammikin deganda ana o'shanda ma'lum bo'ladi, kimni reytingi deymizmi, imiji kuchliroq, obro'liroq bo'lib, ana o'shanga boraman, o'shanga yozilaman deb tanlaydi. Bu ham akademik erkinlikning bir tomoni. Demak, hozir tushunishim bo'yicha akademik erkinlik degani, mana O'zbekiston kontekstida ko'proq akademik erkinlik degan tushuncha ko'proq professor o'qituvchilarga taalluqli degan narsa tushunilib qolganda, demak, akademik erkinlik nafaqat professor o'qituvchilar uchun kerakli, balki talabalar uchun ham kerakli bo'lgan bir xususiyat. Yana bir narsani guvohi bo'ldim. Akademik erkinlik deganda ko'pchilikda shunday bir noto'g'ri tushuncha paydo bo'lganki, ular xohlaganimizni aytsak bo'ladi, xohlaganimizni qilsak bo'ladi degan tushuncha bor. Lekin siz o'zingiz ta'kidlaganingizdek, akademik degan so'zga e'tibor beradigan bo'lsak, albatta u yerda ma'lum bir ta'limga oid chegaralar ham mavjud. Chunki hozirgi kunda talabalarni o'zini fikrini aytadigan bo'lsam,
mana oddiy nimanidir tavsiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan nimanidir gapiradigan bo'lsangiz, talabalar darrov ustoz bizda akademik erkinlik bor degan narsa bilan ko'rona demoqchiman. Ya'ni xohlaganimizni qilishimiz mumkin, bizning akademik erkinligimiz bor degan tushuncha bilan kelishadi. Demak, biz akademik erkinlik tushunchasini bunchalik tor doirada ko'rmasligimiz kerak. Ya'ni o'qituvchi o'zini xohlaganini gapirishi mumkin yoki talaba o'zini xohlaganini qilishi mumkin degan narsa emas. Akademik erkinlik bu albatta keng tushuncha. Buni ma'lum bir o'sha siz aytganingizdek tamoyillari mavjud. Mana gapingiz bo'ldim. Yo'q, talabalarga ham taalluqli, aspirantlarga taalluqli degan bir fikrni tasdiqlovchi bir jiddiy muammo hozir bor bizda. Ta'lim sistemasi va nafaqat bizda, xorijda ham, hattoki rivojlangan bir demokratik davlatlarda ham, lekin albatta bizda-ku juda ham hozir bir kuchli bir muammo tug'ildi. Bu ham bo'lsa qanchalik har bir talaba yoki keyingi darajada magistr bo'ladimi talabasi yoki ilmiy ish qilayotgan, dissertatsiya yozayotgan aspirant qanchalik rostdan ham mas'uliyatni his qilgan holda ilmiy ish qilaman deb yangilik yarataman, o'rganaman konkret muammoni, mavzuni deb yondoshib ishlayaptimiki yoki oson yo'lni topib olib, bu yo'l hozir rostdan ham bor bunday yo'llar va bundan ogohlantirish kerak. Bu hozir ChatGPT deymizmi yoki boshqa sun'iy intellektga asoslangan manbalar bo'lib shunchalik oson bo'lyapti. Mana shunaqa bir kerak bo'lsa o'ta bir chiroyli tilda yozilgan, sifatli ko'ringan ishlar juda ko'payib ketdi. Bu to'g'risida hozir hattoki yetakchi g'arbiy universitetlar ham bong urishyapti va tashvishga tushgan. Nima uchun mana shunday bo'lyapti deb, chunki bu oson yo'l. Kerak bo'lsa akademik erkinlikga ham taalluqliki, bu o'zini o'zi har bir aspirant yoki talaba ChatGPT ga agar murojaat qilayotgan bo'lsa, o'zini o'zi hali qobiliyatini, ishchanligini, qiziquvchanligini cheklayapti, bilgan bilmagan holda. Tashqaridan cheklash bu bitta masala. Unga do'q qilish, boshqa qilish, majburlash yoki bu masalada. Bu esa ChatGPT ga murojaat qilish o'zini o'zi cheklayapti degan. Ya'ni rivojlanish o'rniga, o'ylash o'rniga, o'z ustida ishlash o'rniga tayyorgina yengil yo'lni topib olib, ChatGPT dan kopiya qilib olib topshiryapti. Bu borada bejiz emas, yaqindagina bu ham bir ijobiy signal deb bilaman. Bunga albatta buni ham eslatish joiz. O'zbekiston Fanlar akademiyasining prezidenti o'zlari yaqinda shu masalani ko'tarib, hozir mas'uliyatsizlik bilan bizda hozir dissertatsiyalar yozilyapti, PhD doktorlik dissertatsiyalari juda ham bir holda bir zavoddan chiqayotgan mahsulotga o'xshab ko'payib ketdi, haddan tashqari ko'payib ketdi deb shu darajadaki, hattoki mana shu xalqaro publikatsiyalar sohasida, ya'ni ilmiy jurnallarda chiqayotgan maqolalarning sifati, kuchi juda ham sayoz past bo'lganligi uchun O'zbekistonning imiji qo'shtirnoq ichida teskari bo'lib chiqdi. Ya'ni shu sifatsiz, malakasi past bo'lgan maqolalar soni juda ham ko'payib ketib, hattoki bu sohada O'zbekiston bir yetakchi davlatlarga aylanib ketdi deb ham tanqid qildilar. Shunga e'tibor qaratish kerak, bu sohani isloh qilish kerak deya, mana hozir buni ketidan haqiqatan ham jiddiy qiziq bir yangiliklar kelyapti. Xudo xolasa mana keyingi yildan boshlab, ya'ni 2027-yil yanvaridan boshlab, 1-yanvardan boshlab yangi qoidalar kiritildi. Ya'ni dissertatsiyani yozayotganlar uchun qulayliklar yaratildi, ancha qulayliklar yaratilyapti. Ya'ni shu paytgacha byurokratik va bunaqa qoidalar ko'p bo'lgan edi, ularning soni juda kamaydi. Masalan, bitta-ikkitasini agarda aytsam, shu Oliy attestatsiya komissiyasi degan komissiya bor. Ana shu Oliy attestatsiya komissiyasini byulletenida mana shu dissertatsiyaning nomi, dissertatsiyaning mavzusi tanlanganligi e'lon qilinishi kerak kabi mana shunday ortiqcha talablar bekor qilindi yoki shu aprobatsiya deymiz, ya'ni dissertant o'zini ish qilgan mavzusi bo'yicha bu sohada yetakchi deb hisoblangan tashkilotni xuddi bir nima deymiz, tasdiqlovchi hujjatini olish bo'lgan mana shunaqa talablar ham bekor qilindi. Bu muammodan o'zim ham o'tganman. Yoz bo'lib, dissertatsiyani yoz bo'lib, mana endi meniki xalqaro munosabatlar sohasi bo'lgani uchun endi buni seminarga yoki shu himoyaga olib chiqishdan oldin bu sohada yetakchi tashkilot kim bo'ladi xalqaro munosabatlarda? Albatta Tashqi ishlar vazirligi. Tashqi ishlar vazirligiga men taqdim etganimdan keyin dissertatsiyani ular menga kerak bo'lgan o'sha arzimas qog'ozni
tasdiqlovchi qog'ozni berishmadi. Qolaversa, mana shu ular tasdiqi bo'lishi kerak degan talabning o'zi men uchun g'alati bo'lib tuyulgan, chunki ular ilmiy ahli emas. Tashqi ishlar vazirligi, qanaqa vazirlik bo'lmasin, yuqoridagi tashkilot, yetakchi tashkilot desak ham bu sohada, lekin ular olim, bizga o'xshagan akademik faoliyatda turgan yoki nazariy, konseptual masalalar ustida ishlayotgan odamlar emas. Qanday qilib men mana shu konseptual, nazariy ishimni taqdim etsam deb, ular ma'qul yoki ma'qul emas deb xulosa qilish kerak. Deganga o'xshagan mana shunaqa paradoksal savollar tug'iladi. Ana shularni tushungan holda hozir bu amaliyot ham, bu talablar ham yumshatilyapti va xudo xolasa keyingi yildan boshlab shu bo'lajak doktorlar, bo'lajak mana shu ilmiy ishni qilayotgan aspirantlar uchun qulayliklar yaratilyapti. Bo'lib akademik erkinlik mana shu orqali ham rivojlanishi mumkin deb o'ylayman. Hozir mana akademik erkinlik haqida gapirayotganimizda aynan bizning sohamiz ijtimoiy va siyosiy fanlar sohasida akademik erkinlik juda ham muhim ekanligini tushunib yetdim. Hozir ham o'zingiz ham aytgandingiz, masalan, aniq fanlarda bo'ladigan bo'lsa, ularda ma'lum bir nima desak bo'ladi, qandaydir formulalar yoki teoremalar, shunga o'xshaydigan narsalardan foydalanib, ular o'sha ishini davom ettirib ketsa bo'ladi. Lekin ijtimoiy va siyosiy fanlar bu o'sha nima deydik, muloqotga asoslangan fanlar bo'lgani uchun ham aynan bu fanlar akademik erkinlikka eng ko'p muhtoj bo'lgan fanlar. Endi bitta savol bermoqchiman, o'zimni qiziqtirgan savol, aynan ijtimoiy va siyosiy fanlarning rivoji qanday bo'lyapti O'zbekiston anaqasida? Bu juda katta mavzu, hattoki bunga alohida bir eshittirishni bag'ishlasak bo'ladi. Qisqacha qilib gapirsam, ijtimoiy siyosiy fanlar deganda o'zim mana siyosatshunos olim bo'lib, O'zbekistonda siyosatshunoslik fani endi kiritilganda, mana 1993-yilda kiritilgan bo'lib, Jahon iqtisodiy va diplomatiya universiteti tuzildi va unda mana shunday kafedra ochildi. Lekin ana shu fan rasman kiritilganda o'quv jarayoniga men bu sohada 1-2 yil, 3 yil oldin ishlarimni boshlagan edim. Ya'ni bu sohaga kirib bo'lgan edim va shu 3 yillik tajribaga ham ega bo'lgandim va demoqchimanki, politologiyani O'zbekistonda rivojlanishini birinchi kunlardan beri kuzatib keldim. Politologiya, siyosatshunoslik fani bir nechta etaplardan o'tdi. O'ziga yarasha o'sish bo'ldi, inqiroziy holat ham bo'ldi. Bu fan shunday vaqtlar ham bo'ldiki, 2013-yilda yopildi ham. Ya'ni O'zbekistonda qaysi kafedralar politologiya fanini o'qitayotgan bo'lsa, u kafedralar yopildi. Bu vaqt qanchadir vaqt davom etib, 2018-yilda prezidentning farmoni bilan qayta tiklandi va kafedralar yana qayta ochildi. Bo'lib, mana shunday bir nooddiy desak ham bo'ladi, murakkab etaplardan, jarayonlardan o'tdi politologiya bizda. Politologiya bilan shug'ullangan, siyosatshunoslik bilan, xalqaro munosabatlar bilan shug'ullanayotgan yoki shu sohani bitirib chiqqan yosh olimlarimiz deganda, ular kim bugun, nima ish qilyapti, diplomlarni olib qanday faoliyat yurgizyapti deganda, men ularni ham shartli ravishda 4 ta toifaga bo'lgan bo'lar edim. Bittasi bir toifa deylik, bu ayniqsa mana Jahon iqtisodiy va diplomatiya universiteti, shunga o'xshagan universitetlarda o'qib bitirib chiqqanlar bizni davlat idoralarimizda, bo'lsin u tashqi ishlar vazirligi yoki shunga o'xshagan boshqa idoralarda ishlayapti. Ya'ni bu sohani xuddi bir mutaxassis bo'lgandek bo'lib, shu davlat idoralarida ishlayapti. Ya'ni ular ilmiy sohasida emas, davlat idoralarida ishini davom ettiryapti. Bu birinchi toifa. Ikkinchi toifa, albatta hamma sohada bo'lgandek, bu sohada ham ish topish balki ayrimlar uchun qiyin, murakkab bo'lganligi uchun kasbini o'zgartirib, lekin bu sohada ta'lim olganlar baribir xorijiy tillarni u yoki bu tillarda darajada o'zlashtirgan. Shuning uchun ham xalqaro tashkilotlarga o'tib u yerda ishlayapti yoki biznesga, biznes sohasiga o'zini bag'ishlab u yerda ishlayapti bo'lib, ya'ni iste'dodli albatta-ku, lekin siyosatshunos emas, sohasini o'zgartirib boshqa sohada ishlayapti. Bu ikkinchi toifa. Uchinchi toifa bu o'zini bir nima deymiz, analitik deb qandaydir xizmatlarini taqdim etayotgan, ba'zi paytlarda ularga murojaat qilishadi. Ommaviy axborot vositalari yoki davlatga tegishli bo'lgan qandaydir tahliliy markazlar o'zini fikrini bildirsin deb, lekin ularning o'zida ham ikki xil, ya'ni ichki bo'linishi bor. Bu biri bu nima deymiz, umumiy sharh bilan cheklanib
hattoki davlat tomonidan olib borayotgan siyosatini sharhlab beruvchi, qo'llab-quvvatlovchi bir fikrlarni bildirib, shu bilan cheklangan tahlilchilar bo'lsa, boshqalar esa o'zining yangi bir g'oyalari bilan, tanqidiy fikrlari bilan shu ishga kirishib, tahliliy fikrlarni bildiruvchi ekspertlar deymiz ularni. Ekspertlarga aylangan. Bu 3-toifa va nihoyat 4-toifa bu haqiqiy ilm fan sohasida qolgan, kamina ham bu sohasiga tegishli, lekin biz kamchilikni tashkil etamiz. Ya'ni ilm fanda qolib, nazariy, konseptual tadqiqotlarni olib borib mashg'ul bo'lganlar bu 4-toifa. Ya'ni haqiqiy ilm ahli desak ham bo'ladi. Mana shunday 4 toifaga bo'lgan bo'lardi. Ijtimoiy va siyosiy fanlar, ayniqsa siyosiy fanlarni nima desak bo'ladi? Bosqichlarini, qanday bosqichlardan o'tganini, orada qandaydir bir uzilishlar bo'lganini hammasini ta'kidlab o'tdingiz. Endi mana bundan keyingi nima desak bo'ladi? Bundan keyingi davrda siyosiy fanlarning kelajagini qanday ko'rasiz? Ya'ni o'sha mana shu siyosiy fanlarni o'rganmoqchi bo'lgan yoshlarga, yosh talabalarga yoki bo'lmasam yosh o'rganuvchilarga qanday tavsiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan maslahatlar bergan bo'lardingiz? Juda ham o'rinli savol. Men shu savolga javob berishdan oldin qisqacha bir taniqli, mashhur, butun dunyoga mashhur bo'lgan va hatto ham siyosiy arbob, ham siyosiy mutafakkir deb hisoblangan endi marhum siyosatchi amerikalik Zbigniew Brzezinskidan bir iqtibos keltirsam, u o'zining bir intervyusida va kitobida quyidagi bir fikrni bildiradi. Dunyo bo'yicha kuzatilayotgan hozir fenomen, butun dunyo bo'yicha qanday bir rivojlangan mamlakat xalq bo'ladimi yoki yo'q qoloq bo'ladimi, qayerda bo'lmasin, siyosiy uyg'onish davri keldi deydi. Qanchalik rivojlanganmi, rivojlanmaganmi qat'iy nazar xalqlarda hozirgi 21-asrda turlicha imkoniyatlardan foydalangan holda, texnologik asrda siyosiy uyg'onish ro'y beryapti deydi. Ya'ni yoshlar, yangi avlod, odamlar, fuqarolar siyosiy jihatdan ancha-muncha ham ma'lumotga ega bo'lyapti. Turli manbalardan ma'lumotni olish oson bo'lyapti. Va demak, ular mana shunday turli voqealardan, jahonda bo'layotgan voqealardan boxabar bo'lar ekan, yosh avlod ayniqsa siyosiy uyg'ongan ekan, ularning talabchanligi ham oshadi. O'zining hukumatiga bo'lgan talabchanligi oshib boraveradi. Buni siyosiy uyg'onlik so'zida ifodalaydi Zbigniew Brzezinski. Bu jarayon butun yer sharini qamrab oldi. O'zbekiston ham, Markaziy Osiyo mamlakatlari ham bundan istisno emas. Bizda ham demak mana shu rivojlanish darajasi jarayoni kuzatilyapti. Yosh avlodda ham endi siyosiy yoki ijtimoiy voqealarga bo'lgan qiziqishi tobora oshib boryapti. Siyosiy uyg'onish jarayoni mana bu yerda ham bizda ham kechyapti. Bo'lib, men o'ylashimcha endi shunday sharoitda siyosatshunos deb o'zini atagan olimdan juda katta nima deymiz, ilmiy, nima deymiz, tadqiqotlar, kashfiyotlar talab etiladi. Ularni yelkasiga endi katta mas'uliyat yuklatiladi. Siyosatshunoslar endi oldingiga o'xshab umumiy sharh berish yoki haligi nima deymiz, hech bo'lmaganda fanni asosini o'rganish bilan cheklanish emas. Endi qandaydir innovatsion yondoshgan holda yangi jarayonga tegishli bo'lgan, ayniqsa 21-asr chaqiriqlariga tegishli bo'lgan yangi o'zining takliflari bilan, ilmiy izlanishlari bilan qo'shilishi kerak. Yangi avlod siyosatshunoslar deb mana shunday vazifa turibdi yangi avlodda. Yangi bizni oldimizda ham bu vazifa turibdi. Shuning uchun ham endi qayerdaki, qaysi universitetda shunday kafedralar va yo'nalishlar bo'lsa, mana shu faktni siyosiy uyg'onish jarayoni kechyapti deb shu faktni hisobga olgan holda o'zining faoliyatini davom ettirish kerak. Demoqchimanki, ijtimoiy siyosiy fanlar institutimiz, mana shu institutimiz hattoki mana shu kichkinagina bir o'zini 4 yillik faoliyatida bo'lsa ham baholi qudrat mana shu sohada harakat qilishga intilyapti. Bizda mana shu ISFI institutida bir qator konferensiyalar, seminarlar olib borildi. Hattoki o'zimizning mana yuqorida eslatgan bilim karvoni degan markazimiz bilan birgalikda hamkorlikda bir nechta konferensiyalar, seminarlar bo'lib o'tdi. Men o'zim istardimki, hozir bu universitetda aynan o'zimizning sohada, ijtimoiy siyosiy fanlar sohasida, politologiya, xalqaro munosabatlar sohasida jiddiy, chuqur izlanishlar olib borayotgan ilmiy o'choq
ilmiy markaz paydo bo'lsa, bu markazda ham talabalar, ham domlalar, ham olimlar, ham rasmiylar hattoki kelgan holda, bir qovushgan holda, bir davrada jiddiy ba'zan og'riqli muammolar ustida bahs munozaralar o'tkazsa va shu orqali yangi haqiqatlar, yangi g'oyalar o'sib chiqaversa, yangi publikatsiyalar qilsak deb, mana shu g'oyalar hozir g'oya ustida ish olib boryapmiz va xalqaro munosabatlar yo'nalishida ijtimoiy-siyosiy fanlar institutida hozir yangi o'quv yilidan boshlab balki jiddiy yondashib bu masalalarga katta bir bo'lmasa ham shu hozirgi holatdan boshlab ilmiy markaz yaratib, ilmiy yo'nalish, ilmiy oqim desak ham bo'ladi, ilmiy maktab yaratish ustida ish olib boriladi. Mana shunday mas'uliyat yuklatilyapti bo'lajak siyosatshunoslarga, bo'lsin mana hozir o'sib chiqayotgan yangi talabalardan chiqayotgan siyosatshunos deb atagan olimlarga, yosh olimlarga va hattoki o'zimizdan oldimizda ham mana shunday vazifalar turibdi. Ustoz, kattakon rahmat sizga. Mazmunli bo'ldi haqiqatdan suhbatimiz. Tanlagan mavzuyimiz bilaman juda ham katta, keng, qamrovli mavzu hisoblanadi. Uni kichkina bir yoki 1,5 soatlik loyiha podkastga sig'dirish qiyin, lekin men o'ylaymanki, shu qisqa vaqt ichida biz yetarli darajada akademik erkinlik nima yoki bo'lmasam O'zbekistonda akademik erkinlik doirasida qanaqa muammolar mavjud yoki bo'lmasam O'zbekistonda ijtimoiy va siyosiy fanlarni rivojlanishida qanday to'siqlar bor yoki bo'lmasam qanday nima desak bo'ladi, muvaffaqiyatli jihatlari borligini siz bilan gaplasha oldik. Mazmunli suhbat uchun kattakon rahmat sizga. Sizlarga ham rahmat.